Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ustozlar. Hop, Namangan viloyati, hop, Chortoq tumani, Bog'iston mahalla fuqarolar yig'ini, hop, Zang ko'chasi, ya'ni metan zapravkaning orqasidan sotiladigan hovlimiz bor, 10,5 sotuvlik. Xudo xohlasa shuni arzon qilgan kelganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqachisidan kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Suvdan, qolaversa, dokumentdan xudo xohlasa muammo yo'q deyishyapti. Bemalol aloqa chiqarsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsiz, teralarimiz. Xudo xolasa bir 5-4 yil yana kutiladigan bo'lsa, uy qurmoqchi bo'lsangiz, imorat qurmoqchi bo'lsangiz, materiallar o'zidan chiqadi. Sababi 155 ta teraga bor ekan. Mana ko'rib turibsiz, hamma teralar ko'kargan bu yerda. Hop, undan tashqari, uzunasi 62 metr ekan. Bo'yi bo'lsa, mana eni bo'lsa, 20 metr ekan. Xudo xolasa juda ham chiroyli. Menga bu yer yoqqan tomoni, mana ko'rib turibsiz, quyoshga o'ngga ekan. Misol uchun, mana ko'changiz ham hozir 7 metr, 8 metrlik katta ko'chasi bor ekan. Ko'cha tashalgan ekan, mana ko'rib turibsiz. Bu yog'i mana ketgan ekan ko'chaga qarab. Xudo xolasa, olsangiz haligi nima deydi, quyoshga qaratib uy qilib, boshqa qilar ekansiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, mana ko'rib turibsizlar. Hozirgi kunda global muammo suv bo'layotganligi sababli suvdan bedi umuman muammo yo'q. Bir haftada bir ochib keladi. U kirani 3 kishi, 4 kishi bemalol ochaveradi. Xudo xolasa, suvdan umuman muammo yo'q. Bu tomondan ham suv kelar ekan, adashmasam. Bu tomondan ham suv keladigan joy bor ekan. Xudo xolasa, bemalol aloqachisini kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'linglar. Yana bir narsani aytib o'tishmoqda egalari. Iltimos, realni oladigan insonlar telefon qilsa, degan gap aytishdi. Xudo xolasa, haqiqiy olaman degan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana oldi teraga bir qarashdan ham o'tib qolibdi. Xudo xolasa, yerga juda ham yoqibdi degani, nima deydi? Tez katta bo'lyapti-da. Xudo xolasa, olgan odam yutqizmaydi inshaalloh. Hop, dokumentda umuman muammo yo'q deyishyapti sotayotgan insonlarimiz. Bemalol, hop, aloqa qilsangiz bo'laveradi.